Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Chavoz Avto kanali obunachilar do'stlar. Malibu 2 sotiladi. 2018-yil. Holati vobshe zo'r holatda turibdi. 24 dona diska balonlar qo'yilgan. Tonirovka ruxsatnomasi bor. 160 ming probeg, чистый o'zini yurgani. Xolasanizlar kompyuter, xolasanizlar libo gushli ustalaringizni kelib tekshirib olishingiz mumkin do'stlar. 2018 atmosferni xolasanizlar metan, xolasanizlar propan qo'yib haydaverasizlar. Tonirovka ruxsatnomasi bor. Shunday deb olib jonkilda payda beraverasizlar. Orqasına chiroyli stop faralar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Двойной vixlatlar qo'yilgan. Xullas, mashinamiz tayyor holatda do'stlar. Ekonomishni bo'ladi, bilasizlar. Xalasanizda 91, xalasanizda 92, 80 farqi yo'q, ketaveradi bu mashina. Saylamaydi bu. Salon holatlari ham vobshe zo'r turibdi. Mat turibdi sidinlar ham. Kelib tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Panorama lyuklar ham bor. Xullas, avtomobilimiz tayyor holatda do'stlar, sotuvda. 2018 oxirida ishlab chiqarilgan atmosferni bo'ladi. Hozir mo'ykadan suv sepib chiqardik, shuning uchun telardan suv oqib turibdi. E'tibor bermaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Narxini keladigan bo'lsak, do'stlar, narxi 225 million so'm narx aytamiz. Ustida kelishib beramiz. Bemalol savdosi bor. Xolasanizlar Gentra, xolasanizlar Cobalt, xolasanizlar Damas, umuman farqi yo'q. Barter qilsanizlar bo'ladi. Ishini aytib, olib, chiroyli aytib, yuvib, qo'shira aytib, minaman deydigan obunachilar uchun do'stlar, shu Malibu'mizni taklif qilamiz yana. 225 million so'm narxi, ustida savdosi bor. Kelishib barabaramiz do'stlar. Like bosamiz, videoni Malibu 2 zargalarga tashlab qo'yamiz. Hammaga shuning zo'rindan avtomobil sotib olib haydash nasib qilsin do'stlar. Do'shna qaranglar buni. Yeyman deydi-ku. Like bosib esdan chiqmasin do'stlar. Videoni tarqatib tashlaymiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar.